Bugungi kunda barcha o'quvchilar oliy o'quv yurtlariga kirish uchun harakat qilishmoqda va hozir men gaplashmoqchi bo'lgan o'quvchi 11-sinf vaqtidayoq barcha milliy sertifikatlarini topshirib, 189 ballga sazovor bo'ldi. Keling, uning qiyinchiliklari va taassurotlarini sizlar bilan bo'lishamiz. Assalomu alaykum. Bu natijaga erishish uchun nimalardan voz kechdingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Bu yil endi o'zgarish qiyinchiliklar bo'ldi. Eng avvalambor voz kechishim kerak bo'lgan narsa uyqu va dangasalik voz kechishim kerak bo'ldi. 189 ball sizni baxtli qildimi yoki bosimni oshirdimi? O'ylashimcha bu bosimni oshirdi. Endi men o'yladim, bunda endi bekor va maqsadsiz qolishdan ko'ra endi o'qishni davom ettirish va shu sababli ham harakatni oshirishga to'g'ri keldi. Agar shu natija bo'lmaganda hozir qayerda bo'lardingiz? Hozir yana milliy sertifikat imtihonida tayyorlanishga harakat qilardim. Eng qo'rqinchli daqiqa qaysi edi? Testlarni topshirib chiqishmi yoki natijani kutishmi? Natijani kutishda o'sha O'zingizga bo'lgan ishonchingiz qaysi daqiqada eng ko'p singan? o'zimga bo'lgan ishonchim imtihonga tayyorlanish paytida bunday mock olayotgan paytimizda past chiqib qolgan paytda singan. Agar bitta blokni olib tashlash imkoningiz bo'lganda, qaysi blokni olib tashlagan bo'lardingiz? Matematika fanini olib tashlagan bo'lardim. Eng ko'p pushaymon bo'lgan qaroringiz nima? Eng ko'p bo'lgan qarorim bu ingliz tilini tayyorlanishni uzoq vaqtga surganim. Bugungi aqlingiz bilan kechagi o'zingizga bitta gap ayting. To'xtab qolma, his qilma, harakat qil. Rahmat kattakon.